Mardon aka emasga anchadan beri bitta gapni aytaman deb aytolmayapti. Xo'p, eshitamasdi, tinchlikmi? Aytsam xafa qilib qo'yaman. Gapirinchi qani eshitaychi. To'xtang Dilfuza, siz bitta mani choydan iching, savozingizga yeb oling. Bugun boshqachasi cho'ta. Men. Tamajoy akammi? Yoqdimi? Qani endi Dilfuzaxon, bu tilim qursundagi rost gapirtiradigan choy. Bir sayrayinchi qani? Yo Mardon aka, men tushunmayman. Nimaga hamma negativlar faqat menga keladi? To'g'ri olimga osilishadi, ovozimga osilishadi. Siz kal bo'lsangiz ham gapirishmaydi. Shuning uchun men sizni bo'g'ib o'ltirib qo'ygim keladi. Shunaqa deng. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa rost gapiradigan choy kerakmi? Yuringlar sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, aslida bu rost gapiradigan choy emas, unaqa choy yo'q, lekin buni mazaliligidan tillaringiz sayrab boradi. Xullas, bu toza brendidan 111 va 105 choylari. Bu insonning tanasini yoshartiradi, ortiqcha yog'lardan xalos qiladi va hattoki qandli diabeti bor odamlarga ham tavsiya qilinadi. Bundan tashqari toza brendini xohlasalang katta upakovkada, xohlasalang kichkina, xohlasalang mevali, sutli, xullas yuzlab xil turlari mavjud ekan. Ko'pchilik biladi, ko'k choylar vaqt o'tgandan keyin aynab qolishi mumkin. Ya'ni rangi to'qarib ketadi. 111 va 105 choylarda esa umuman unaqa holatlar uchramaydi. Siz ham bu choyga qiziqib qoldingiz-a? Bu choylarni Uzuq marketdan yoki O'zbekistondagi xohlagan oziq-ovqat do'konlaringdan topishingiz mumkin. Dilfuza o'zim uchun bilib qo'ydim. Mardon aka, kechiring, men hazillashdim xolos. Mayli, xullas do'stlar, manzil Farg'ona shahar Baraka savdo markazining yonidan kirganda Shirin do'koni. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.